Muzlish tayyorlashni men oilada qarindoshlarga o'rgatib qo'ymoqchi, shon qo'limizga qalam elib, yurkimizni besib, gulgullarni yo'llab anglagan bo'lsak. Biz tibobatimizda barcha kasallikninki kelib chiqishining asosi mizojning buzilishi deymiz. Unda bo'lsa biz ko'pincha o'sma va rakularni aplashgan bo'lg'achqa, bu xil kasallikni ajdodlarimiz sapraviy savdodan shakllangan ishq monekchini biz o'sma deymiz deb aniqlama yozgan. Unda bo'lsa biz sapraninki muzichini zodi qanday yaqilimiz? Qo'limizga qalam olinadi, darhol yoziladi. Oilada chayliq o'rnida ichishga yoki donchi tayyorlab iste'mol qilishga yoki sharbat, matbuq tayyorlab iste'mol qilishga bo'ladi. Qaysi sizning ipingizga olib kelsa, shu bo'yicha davolanishni davom qiling. Qo'lingizga qalam eling. Birinchisi binafsha, linoper, qizilgul, kasini yiltizi, kasini urqi, taranjibin qatorliqlarni tayyor qilib olamiz. Bunun ichida taranjibindan 80 gram olamiz. Boshqalardan 40 gramdan olamiz. Buni chalisuqimiz. Chalisuqa agar chayliq qilib chiqarishib qolsa, buningga yerlik chilandan 40 gramni tanqitib tayyorlaymiz. Onundan keyin buni biz shu tang holat aralashtirib, chala urib suqab 15 gramni bir bog'lama oldiga ekilib, chayga chilab, ta'min chiqarib, atiganda bakishda 2 vaqt iste'mol qilish. Agar buni biz javr tayyorlab iste'mol qilsak, buniki non suv elib, quyildirib, ozroq shakar tashlab, donch qilib tayyorlab iste'mol qilamiz. Agar biz buni matbuq qilib iste'mol qilsam bo'ldi, degichili bo'lib qolsa, buning asli barobardan. Mushu qo'limiz cho'kagidek holatda suvni ortiq qo'shamiz. Qo'shib, qaynatib, shu ortiq suv tukkandan keyin to'xtatib, buningki xam materiallarni suzib yetib, oxirdan keyin taranjibinni silib, taranjibindan ta'min chiqarib, ondan buni atiganda bakishda o'ttir piyoldan iste'mol qilamiz. Mana shunday qilgan chog'da badanimizda shakllangan g'ayratdabiy sapradan bo'lgan kasallik o'zgarishlarini haydab chiqarishga, mushundaq turli monekchi va o'smalarning paydo bo'lishininki oldini olishga nisbatan nihoyat muhim rol ega deb qarayman. Men Jungo o'zbekiston qarshi turish jamiyatining a'zosi Imijon Abdubish. Qarindoshlar